deb janlatga undaysan mening bag'rimda men yetildim mardona shirdak shu go'zal jannatda gulday sening bag'rimda men yetildim mardona shirdak shu go'zal jannatda gulday sening Yadımda her gün yaşatıp cennetteki güldürey seni bağlanıp burcum yadımda her gün yaşatıp cennetteki güldürey seni Romantik, güzel bu akşam. Hayacanda sokmaktı yürek. Bu akşamdan bolsun yadıkar, yeni şatlık, yeni bir tilek. Kök qarıdın nur çaştı asman, ah libaska pürkendi dünya. Yeni yılın güzel akşamı, yeni arzu bolmaktı payda. Assalamu alaikum, her saha, herkeste katı neticelerini royap kıçkırıvatkan, tirişcan, izinişcan qeyrindaşlar. Assalamu alaikum, her vakit kalbiden coşkunluk urgup turduğun iktidarlık, talantlık yaşlar, kızlar, yigitler. Assalamu alaikum, bayram tentenlerden hoşallık tepip, her vakit özünü hoşal tutalaydıgan, omak tatlık balılar. Assalamu alaikum, ekran aldığındaki barlık aziz görünmeler, nehmeynandaki tamaşibin dostlar. Ushbu damlarda diqqatinglarni bo'layotgan Okean televiziyasi bilan Urumchi shahri Tianshan rayonlik yakka xususiy korxonchilar jamiyati birlikda uyushtirgan Xinjiang Safiya xalqaro sud shirkati alohida qo'llagan Safiya 2017 yillik muborak yangi yil san'at kechiligi. Hammanglarning yangi yilingizga muborak bo'lsin. Mana shu damda ekran oldidagi aziz ko'rmanlarimiz, shundoqla naq maydondagi tomoshabinlarimiz o'tgan bir yilni ajoyib chiroyli natijalar bilan xulosalab, yangi bir yilga umid, ishonch bilan beqib turibdi. Naytım to'g'ri aytdingiz. Albatta, yangi yilni kutib olish oldida turayotgan barcha kishilar o'z g'albisidan tantana qilishib, mana shu yangi yilimizga texmo jo'shqinlik va shodlik ato qildi. Shundoq, mana bugünkidek shadxo'ramlik to'lgan bayram bazmisi hammamizning qalbida hayajon paydo qilib, chehrimizda tabassum jilvitib, qordek oppoq qalbimizni texmo nurlantirdi. Tört fasıl roşan ifadelangan mana bu sehrlik makanımızda Tağın janubiy ve shimaldagi qarliq cho'qqilar, yezi qishloqlar, shunaqla shahar bozorlar yangi yil arpisini tantana qilishmoqda.
Biz mana shuningdek xayrli paytlarda bizning go'zal orzu armonlarimizni, yaxshi plan maqsadlarimizni ilib birga jam bo'lishimiz uchun dasturxon solgan Şinjan Safiya Xalqaro sud shirkatiga alohida minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana diyorimizning adabiyot san'at ishlarini qo'llab kelayotgan korxonalarga minnatdorligimizni, rahmatimizni bildiramiz. Chin yuragimizdan hammanglarning yangi yilinglarni qizg'in tabriklaymiz. Yangi yilinglarga muborak bo'lsin. İçeride kalmagay alalık acir Mihnettin yol yasap aşımız davam Ahdimiz güzellik tarqıtışımız Dıllarda yadlanar hamam İçeride kalmagay halallık acı Mihnettin yol yasap aşımız davam Ahdimiz güzellik tarqıtışımız Dıllarda yadlanar hamam Safiya yaxshilik baxt saodat Safiya mehirdin bermek hararet Safiya yaxshilik baxt saodat Safiya mehirdin vermek hararet Güzellik tarqatsa küleleymizde Yüksek bir menzilge mangduk devamet Güzellik tarqatsa küleleymizde Yüksek bir menzilge mangduk devamet Ömürlük güzellik birer safiye birer safiye güleni tirer safiye Ömürlük güzellik birer safiye güzellik güleni Özüge işengen gül çıraylarga Mengülük hediye birer safiye Özüge işengen gül çıraylarga Mengülük hediye birer safiye Mengülük
hediye birer Safiye. Bu dünya şunchalik güzeldir-ki, onun bizga ato qilgan ne'matlari har qachon, har vaqt bizga hayot feyzini surgizadi. Bu dünya şunchalik güzeldir-ki, onundan her millat gullarının xushparaq hidlari taraydı. Tövende ümit çiçeklerimizin qalb çeşmelerinden urg'ub chiqqan xosiyatli tuyg'ulardan birlikda bayarlanayli. Biz dostluqni qadrlaymiz. Samimiy do'stlik hayotimizga, taqdirimizga ta'sir ko'rsatadi. Chin va samimiy do'stlar bizning hayotimizda biz bilan birga bizga madad, ilhom bo'ladi. Shunlashqa biz har vaqt do'stlikni qadrlaymiz, atrofimizga do'stlarimizni hurmat qilamiz, ularni suyamiz. Naytim to'g'ri aytdingiz Nijat. Albatta, ömürge yoshlik qimmat bo'lsa, insonga do'stlik qimmat degan dono so'z bizning kishilarimizning turmush musofirlarining yakuni hisoblandi.
Yalğancılardan yirak bol könglim Kerak bolsa dost yaxşılarni tap Yalğancılardan yirak bol könglim Kerak bolsa dost yaxşılarni tap Neydi kümlüm haqiqi dostni Chin dostum üçün kirime unutqa Kerak bolsa can qolum köksümde Arsiydi canmu haqiqi dostqa Kerak bolsa can qolum köksümde Arsiydi canmu haqiqi dostqa Muhtaç emasman namertlerge hiç Agah bulsan mu sirin nikmat Ustan yarmaz namertler hergiz Yığlap gözümde yaşla kurutma Ustan yarmaz namertler hergiz Yığlap gözümde yaşla kurutma Yığlap gözümde yaşla kurutma Zöhra, hammaylanga ayanki xalq naqshlari ijodchan, mehr muhabbatlik abo ajdodlarimizning uzoq asrlardan buyon his qilgan tuyg'ulari, orzu armonlari, shundoqla aql parosining javhari sanaldi. Şundaq, xalq naqshlari tarixning dalili, madaniyatning chaqnishi, shundaqla o'zgachilikka ham madaniyalikka to'lgan xalq hayotining san'atlik bayoni. Shundoq Zöhra, undaqda navbatda biz hammaylar birlikda qizg'in olqishlarimiz bilan, xush tabassumimiz bilan, eng ko'tarangi ro'yi holatlarimiz bilan bizning jinimizga jon, qonimizga qon qo'shadigan ana shu yiqimli xalq naqshlariga birlikda quloq solaylik. Rahmat. Kaşının qarisi sende, şaşının uzunu sende. Kaşının qarisi sende, şaşının uzunu sende. Derdi yok demsen mini, dertinin emmisi mende. Derdi yok demsen mini, dertinin emmisi mende. Sen çalırsan sazını, men melendin ötkende. Sen çalırsan sazını, men melendin ötkende. Toktap kulak salmam,
yadımga yetkende Kaşının karasıge hal bulay arasıge hal bulay arasıge Zadı rahmin kelmem bu biravның balasıge biravның balasıge Kaşını kara kılgan Beğindeki kök osma Kaşını kara kılgan Beğindeki kök osma Takap koyay göz munçak Boynunga tumar asma Takap koyay göz munçak Boynunga tumar asma Sen çalı sen sazını Men melendin ökende Sen çalı sen sazını Men melendin ökende Toktap kulak sal men Yar yadımga yetkende Toktap kulak sal men Yar yadımga yetkende Kaşının karasıge hal bulay arasıge hal bulay arasıge Zadı rahmin kelmem bu biravның balasıge biravның balasıge Kaşının karasıge hal bulay arasıge hal bulay arasıge Zadı rahmin kelmem bu biravның balasıge Men Uygur balasıge Men Uygur balasıge Sevgiga to'yingan qalb har vaqt boshqalarga mehr muhabbatni his qildira oladi. Ana shu mehrli ko'ngillardan tarqagan har bir sevgi ushqunlari mushunda qahrdan sovuqladimi bizga iliqlik ato qiladi. Şundaq, ümidimiz mana mushundaq baxtiyor zamonimizning har bir kunlarida atrofimiz mehr muhabbat bo'lsa, mehr muhabbat kunlari po'raklab echilsa. Qaramsa, navbatda ana shu orzularimiz uchun yigitlarimizning muhabbatli go'zal kunlariga quloq solaylik. Marhamat. Marhamat. Sevgi bardılar da azap yoktur asla Ümit bardılar da kaygı yoktur asla Dünya dağılım salsa kanatların sunsa gözünge yaş dolsa Hey dünya ateşlerge atsa yüreğimge batsa Köylüm sulup kalsa Dostlar koymaz seni yegane Başlar seni bakit ümitke Yüreğini vermegin derken Sevgi bardılar da azap yoktur asla Ümit bardılar da kaygı yoktur asla
Zühra o'ylab qoldim, shu topda biz intayin baxtli sanalamiz. Nimishqa degan chaqda biz bugungi mana shunday xayr paytlarda o'zimiz hurmat qiladigan, naqshlarini suyib anglaydigan qarindoshlarimiz bilan yuzma-yuz uchrashib, o'z quloqimiz bilan ularning naqshlarini anglash imkoniyatiga ega bo'lib turibdik. Albatta biz bugun ayt hurmat elikida muqam varisi deb ta'riflanib kelayotgan bizniki hurmatli naqshchilarimizdan Emin Niyaz akınımı bugun xayrlik yig'ilishimizga hurmat bilan taklif etib oldik. Balkim qarindoshlarimiz ko'rishga aldirayotgan bo'lishi mumkin. Shunaq, qinamsa xushovoz ko'chimiz Emin Niyaz akaning o'tliq kuylaridan birlikda bahramlandik. Qani Emin Niyaz aka, sizga marhamat. Talaşır güzellik, undu barın sen üzüm. Ziba iror kızıl gül, unçu bergin yazkende. Kızıl güldün evzelra, gül uzarım sen üzüm. Kızıl güldün evzelra, gül uzarım sen üzüm. Uyumdun, örgüleydep boyumdun. Saçını men yolunga, intizarım sen özün. Çölüp çıksan uyumdun, örgüleydep boyumdun. Saçını men yolunga, intizarım sen özün. Çıksan uyumdun, örgüleydep boyumdun. Saçını men yolunga, intizarım sen özün. Çölüp çıksan uyumdun, örgüleydep boyumdun. Saçını men yolunga, intizarım sen özün. Saçını men yolunga, intizarım sen özün. Bugungi yangi yil san'at kechirikimizni alohida qo'llagan Shinjang Safiya xalqaro savdo chetik shirkatiga alohida rahmat aytamiz. Shundaqla kechirikimizning ro'yobga chiqishi uchun yaqin yordamda bo'lgan Urumchi Ostona mehmonxonasi, Xiyol xalqaro savdo chetik shirkati, Shinjang Ifrat xalqaro savdo chetik shirkati, Arka to'y mulozimat markazi, Tahrim xalqaro savdo chetik shirkati, Milyongul gulchiligi, Shinjang Razman to'y gurum to'y suratchiligi, shundaqla Urumchi Bahri Nisa Jular restoraniga alohida rahmat aytamiz. Yar meni zar qilgan ko'zlaring qani dardimga tasalli izlaring qani Yar meni zar qilgan ko'zlaring
qeni derdimga tasalli izlerin qeni aramsiz ayligan sözlerin qeni sig'indim yodingga yetmedim yana Çoğun yüzüde kaldı sığınış Öçmez o top yandı yana sığınış Çoğun yüzüde kaldı sığınış Öçmez o top yandı yana sığınış Erkemli dilimdir aldı sığınış Sığındım yadınga yetmedim yana bahar yana yigana Sığındım yadınga yetmedim yana Sığındım yadınga yetmedim yana Endi növbətdəki dəmlərimizdə qalbimizin lərzanğı keltirgidək muhabbətli kuylərə qulaq salımız. Kimge men köngülümni berdim Kim bana söygü vapan Kim üçün güllerni terdim Kimge men saldım caba Kimleri küttü perişan Çin yürektin tanıp Aslı men kimlik derdim Kimge buldum bevapa Ey muhabbet nedir cevabim Yürekli kıynar Şirin azalim Ey
Etdim kimni xafa Ben özüm kimlerge kıldım Bu aziz canni bida Kimni hoş kıldın muhabbet Kimlene yardın juda Et muhabbet sirlerin köp Kimde zadi buguna Ey muhabbet Nedir cevabım Yürekli kıynar Şirin azabım 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 Yürekli kıynar Şirin azabım Ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, hammalarga ayonki an'anaga varislik qilish biz yoshlarniki bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatimiz va majburiyatimiz. Miros kuylarimizni ota-bobolarimizdan, abo ajdodlarimizdan davomlashtirib avlodlarga yetkazish bizniki mas'uliyatimiz. Şundaq, to'lim to'g'ri aytdingiz. Navbatda yoshlarımızning ijrosidagi go'zal tabarruk kuylarimizdan, xalq kuylarimizdan Şerincan nomli naqsha quloq solamiz. Bo'ldi, qani Şerincan sahnimizga marhamat. Su bo'lsa, suzuk bo'lsa, iriqda iqim bo'lsa, iriqda iqim bo'lsa, aşk bilan mashg'ulay tam qo'shna yaqin bo'lsa shirin jalla aylansun do'st yar shadlansun ay yarmay ay dağmay shirin jalla aylansun do'st yar shadlansun u ko'chida sen bo'lsan bu ko'chida men bo'laman bu ko'chida men bo'laman onlar günlü sen bo'lsan yopurmaq men bo'lay shirin jalla aylansun saçları belki çirmalsun ay yarmay ay dağmay
aylansın saçları belki çirmalsın. Ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi barliq tomoshabinlar. Bugungi mushu qutlug' kunda bizga katta dasturxon tayyorlagan Xinjiang Safiya xalqaro savdo shirkatiga yana bir qitim minnatdorlik bildirish bilan birga shirkat haqida qisqacha tushuncha berishni loyiq topdik. Bu qitimqi san'atkorchilikni alohida qo'llagan Xinjiang Safiya xalqaro savdo shirkati 2012 yil savdo sohasiga qadam qo'ygan bo'lib, zamonaviy madaniyatni yetakchi, go'zallik qurilishini o'ziga nishon qilgan bu shirkat 2011 yilga kelganda tarkibida usti quddus, atirgul, yong'oq, zaytun, alo yelimi, mehrigiya qatorliq tarkiblar aralashgan Safiya markasidagi bir yo'rish kirim buyumlarini bozorga soldi. Bu mahsulotlar bozorga selinib, uzun o'tmayda iste'molchilarning qizg'in olqishiga ham ishonchiga erishdi. Hozir bu shirkat avtonom rayonimiz tavasida 60 dan ortiq vakolatchi bor bo'lgan cho'ng shirkatga aylandi. Safiya xalqaro savdo shirkati iste'molchilarning ehtiyojini asos qilib, qo'ruq, dog' sapkun, don xo'rakning oldini oladigan sap o'simlik kirim buyumlari, har xil turdagi chasupulari, badan maylari va atirlarini bozorga serib, kirim buyumlari sohasida belgilik ta'sirga ega bo'ldi. Safiya shirkatining bundan keyingi nishoni xonim qizlarimizning go'zallik qurilishiga o'zining bir kishilik to'kpisini qo'shdan iborat bo'lib, ular o'zaro vakolatchilari bilan qo'lni-qo'lga tutishib, parlaq nishon uchun olg'a ilgirlamoqda. Biz Safiya shirkatining bundan keyingi ishlariga yana barakat tilaymiz. Rahmat. Tövanda Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni yozuvchilar jamiyatining a'zosi, yozuvchi, shoira Saodat Sattar Oytu xonimniki Safiya shirkatining sharafiga atab bir she'rni ko'ngil so'g'si sifatida tayyorlab kelibdi. Qiynamsa, diqqatimiz shu she'rda bo'lsin. Her seherdə həmmidin baldur turğan ayal biz. Nurgun arzu ümitni dilg'i oygan ayal biz. Sinisimu qadamda japa bilan müşkülat, tabassumda yüzlünüp külüp qoygan ayal biz. Bir qoluda büyüşükni tevretkici ayal biz. Mihri bilan dünyani eritkici ayal biz. Kimler deydi bizlerni ahli qisqa nadan deb, qizg'in suyib turmushni beyitkici ayal biz. Qilishmagan erlerden cesaretlik ayal biz. Suyumlik hem hayalık, latapetlik ayal biz. Perzentimiz, bəxtimiz, ailimiz vatandur. Ular üçün gülxandek, hararetlik ayal biz. Her sahada, her işte şərəf quşqan ayal biz. Közləb nurluq menzilni berdem uçqan ayal biz. Bizler bolğaç güzeldur her aile, her bir cay. Bu hayatka nur ziya işbar çaşkan ayal biz. Hemen rahmet.
Yaqindan buyon avtonom rayonimizda kishini söyündürgüdek vaziyat barliq keldi. Yani joy-joylarda millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardek bo'lish bo'yicha qo'shmoqlashib tuqqan bo'lish faoliyatlari bas-basda o'tkazilib, o'zaro tuqqanchilik munosabati o'rnatilib, har millat qarindoshlarimizning rishtalari texmu ching tugildi. Albatta, bu orqali biz qarindoshlardek hamdam bo'lib, bir-birimizning kamchiliklarini o'zgartishib, bir-birimizning alayliklarni o'rganishdek, o'rtaq ilgirlashdek go'zal bir nishon tiklandi. Bugünkidek yeni yıl bezmemizde tilga almasak bo'lmaydigan mundaq katta ishlar bor. Yana kechilikimizning sohibxoni bo'lmish Şinjan Safiya Xalqaro savdo chekish şirkati har millat korxonalari o'zaro hamdamda bo'lib, o'rtaq ilgirlash maqsadida o'zi bosh bo'lib, diyorimizdagi korxonlar o'zaro tuqqan bo'lib, qo'shmoqlashish faoliyati olib bormoqchi. Navbatda o'zaro qo'shmoqlashmoqchi bo'lgan har qaysi korxonlar vakillari o'zlarining ko'ngil sovg'isini o'zaro taqdim qilmoqchi. Qani undaqda ularni qizg'in ehtirom va olqishlarimiz bilan sahnamizga taklif etamiz. Mana bu mehmonlarimiz bo'lsa, Şinjan Safiya Xalqaro savdo chekish shirkati bilan Şinjan Yipak yo'li davlat uchur fan texnika chekish shirkati, Şinjan Silu Guoqin Xinxi Jisu Yo'quan Gongsi, Okean televiziyasi bilan Şinjan Temir tumshuq mablag' selish chekish shirkati, Şinjan Zhuomu Niao Touzi Yo'quan Gongsi, Şinjan Anqara savdo uchur maslahatchilik chekish shirkati bilan Şinjan Ruyda O'yzimin taraqqiyot chekish shirkati, Şinjan Ruyda Bianjiang Shangye Guanli Yo'quan Gongsi, Şinjan Efrat Xalqaro savdo chekish shirkati bilan Şinjan Ashliq May pay chekish shirkati Tudunxaba rayonlik sho'basi, Şinjan Liangyou Goufen Yo'quan Gongsi Tudunhe Qifeng Gongsi, Şinjan Kamran savdo chekish shirkati bilan Divan Xalqaro savdo shaharchisi Lobaoshi Xalqaro sog'lomlik buyumlari markazi, Diwan Shangcheng Hebao-shi Weisheng Yongping Shanghang, Şinjan Xiyol Xalqaro savdo chekish shirkati bilan Ayboda kiyim-kechak chekish shirkati. Ayiboda Ke Fuzhuang Gongsi, Savdo san'at ma'muriy boshqarish idorasining boshlig'i, Tangirtog' rayonlik yakka va xususiy korxonchilar jamiyatining raisi Ibrohim Arif akini ikki og'iz yuraksiz so'zlab berishga taklif qilsak. Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Bugun bizning Tianshan rayonlik yakka xususiy korxonchilar jamiyati bilan Okean televiziyasi birlashib ishlagan Safiya Xalqaro savdo shirkati alohida qo'llagan yengillik san'atkechilik kelgan barliq mehmonlarning ham shundaqla televiziya ekrani oldidagi ko'rarmanlarning yangi yilini muboraklayman. Bizning Tianshan rayonlik yakka xususiy korxonchilar jamiyati partiya hukumat bilan bizning yakka puhraviy korxonalar hamda tijoratchilarning orasidagi ko'vriklik rolini o'ynaydigan bir jamiyat. Ishonamanki, bizning Tianshan rayonlik yakka xususiy korxonchilar jamiyati bundan keyin korxonchilarning qiyinchiligini hal qilishda, korxonchilarga mulozimat qilishda texmi ko'p amaliy ishlarni qilg'usi. Shundaqla bizning Tianshan rayonlik yakka xususiy korxonchilar jamiyati avtonom rayonlik partkom hukumatning qo'shmoqlashib inoq oila bo'lish chaqirig'iga yaqinda ovoz qo'shib, bizning tavalligimizdagi har millat korxonchilarini, tijoratchilarini o'zaro qo'shmoqlashish, o'zaro bir oila kishilar bo'lish shu harakatiga chaqirdik. Bunda qilishga asosiy maqsad har millat korxonchilariniki o'rtaq bir oila kishilaridek bo'lib, o'zaro o'g'inish, o'zaro yordam qilish, o'zaro ortiqchiliklarni joriy qildirib, kam yerlarini to'liqlab, birlikda iqtisodning keyniga chiqish besimini yengillatib, o'rtaq holda iqtisodni gullantirib, jamiyatimizning muqimligi, shundaqla bundan keyingi iqtisodimizning texmi taraqqiy qilish uchun bir hassalik to'kpa qo'shqisi. Rahmat. Hamma kishi go'zallikka, madaniylikka intilib tirishayotgan mush paytlarda bizni xo'shallantiradigan ishlar, go'zal hikoyalar va ish izlar, to'kpilari, sharaflari, ondan go'zal shaxslarimiz ko'plab maydon kelyotdi.
Albatta, güzellik üçün ana shundaq ün-tinsiz töküp qo'shib kelayotgan ana shu töküpkar kishilarimizning go'zal hikoyalari shu topda ko'z oldimizda namoyon bo'lish oldida. Albatta, güzellik üçün tirishayotgan ana shu kishilarimizni xalqimiz qo'llaydi. Undan boshqa partiya, hukumat har soha kasbkilarni qo'llaydi, shon sharaflarini ayamaydi. Shundaq. Şinjan Safiya Xalqaro savdo chekish şirketining qurg'uvchisi Amina xonim shundaqla bu şirket ishlab chiqargan girim buyumlari ana shu sharaflarning sohibi hisoblandi. Ana shu tirishchanlikning natijasi hisoblandi. Bugun mana Safiya markasi Urumchi shahri tarafidan Urumchidagi donglik marka sharafiga erishdi. Haqiqatan muboraklash tegishli ish. Qani undaq bo'lsa navbatda Tangritog' rayonlik Savdo sanoat ma'muriy boshqarish idorasining boshlig'i, Tangritog' rayonlik yakka va xususiy korxonachilar jamiyatining raisi Ibrohim Arif apandini Safiya shirkatiga Urumchi donglik tovar markasi lavhasini tarqatib berishga taklif qilamiz. Qanodaqda bu katta sharafga noil bo'lgan Şinjan Safiya Xalqaro savdo chekish şirketini kuzatib qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Köpten köp rahmat. Albatta, fursatda Şinjan Safiya Xalqaro savdo chekish şirketini izchil qo'llab-quvvatlab kelayotgan va izchil hamkorlashib kelayotgan barliq shirkat va o'rinlarga köpten köp rahmatimizni aytamiz. Eng oliy tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Hammanglarga rahmat. Albatta, avtonom rayonimizdagi korxonalar partiya hukumatning afzal siyosati qo'llashidan sirt har millat xalqimizning qo'llashiga madad berishiga muhtoj. Mana bugungi o'xshash korxonalar texmi ittifoqlashib, bir-birimizni qo'llab, birlikda tang ilgirlab, albatta uchun ahamiyatli ishlarni qilishga tirishishimiz zarur. Shunday. Partiya va hukumatimizning dona rahbarligida avtonom rayonimizdagi har millat xalqimizni ana shunday jaranglik naqshlarimiz, inoqlik kuylarimiz orqali go'zal Şinjan qurib chiqishdagi ro'yimizni texmi o'rg'itaylik. Kalsan, mu sen hayatsız kalsan, mu sen ümitsiz kalma, sen vatansiz kalma, anla, anla, anla. Sersan bulğanlar, anla, ruhsuz kalganlar, anla. Vatan sana mengü hemrah, anla, emdi. Acizler küşke tuldi, kembeğenler bay buldi. Vatanım kişi bilen şunca emdi. Tilsizler kuylar etti, gam kaygı gayip buldi. Vatanım sihi bilen şunca. Sen hayatsız kalsa, mu sen ümitsiz kalma, sen vatansiz kalma, anla, anla, anla. Sersan bulğanlar, anla, ruhsuz kalganlar, anla. Vatan sana mengü hemrah, anla. Emdi acizler küşke tuldi, kembeğenler bay buldi. Vatanım kişi bilen şunca emdi.
Vatanım sihri bilan şuncha Yo'qcha qachidu. Bu vaqtda apaqar hamma joylarga intayin go'zallik tusi berdi. To'g'ri aytdingiz. Biz mana shuningdek oppoq qorliq kunlarda o'zining vatanga bo'lgan muhabbati, mas'uliyatchanligi, shunaqla qaysirona ro'yi bilan igiz qorliq cho'qqilarda, chegara rayonlarda vatanimizni qo'g'dash, qutqizish xizmatini o'tayotgan jangchilarga hurmatimizni bildiramiz. Töksün yıldızlarga Simsim yağmur Meyin şama Sevgimizge Olsun dua Kökök aslan Sığınğanda bizge
Yürekteki armanla, biz yürekteki armanla, bizni karvan kılganda. Boyumuzga altundek libas yapkan razıman. Yıllar bizga xush qilib, baxt ichra tong etib, Na katkan razıman. Yeni kuygu jör bulup, kılsak nava muңlunup, xonimizga baxtdan chiroq yakkan yoqqan razıman. Razıman toy girim toy suretçiliki. Güzeller nur çıray, tulun ay kabi. Üstü kuddus ettürgül, pervişler uni. Sorsan güzellik menbeyi nadin, gül yüzle soğusu sefiyelerden. Ettürgül üstü kuddus terkiplik sefiye ali yürüşlük girimler bilen yüzümüz pakırak, silik, culalık bolsun. Sefiye ay yüzlerge hediye. Bu karakçılardan önce bir test kurtulduk. Peki bu mallarımız? Muşu cinimizden aman kağına bir şükür edeyle. Can basıca, aş bası kazan. Bizim bu sırap kallah bir tünüş bir bakar. Bizge en yaxşı makan muş okşaydı. Muş makandan dükkandan bir ilip muş yer makalışaydı. Makandan muqumkan ağınımni olcu kaçka xotandaki ağınlarım bilip kalmagandı. Vay ola 3-4 dükkan hep pop demesmi? Hey! Turpan makan sodu şehircisi. İşenç sizden makan kilan. Kapalet bizden. Meblag silah. Bay buluş kövrügünüz Turpan makan sodu şehircisi. Güzeller nur çıray, tulun ay kabi. Üstü kuddus ettürgül, pervişler uni. Sorsan güzellik menbeyi nadin, gül yüzle soğusu sefiyelerden. Ettürgül üstü kuddus terkiplik sefiye ali yürüşlük girimler bilen yüzümüz pakırak, silik, culalık bolsun. Sefiye ay yüzlerge hediye. Dınarım mama. Bulmak mı? He? Buna? Anladın. Ayalım yenge. Mübarek olsun. Başkalarımızın adı de. Manandı mukafat bacıma. Mukafat? Isıl mukaffatla sizni kütmekte. Kocayın hoş haber. Ayalım yeni yenge de. Yeni mi? He? Hoş hoşallık optak ha. Şuna oldu. Dınarımdın. Vay. Yeni yenge de mi? Ya bu kıtım dınarım yenge de. Mukafat. Hey, dınlarım yürüş bulmakları. Qiran Zöhra. Har qitim şu programlarga numur tayyorlash, tanlash jarayonida ajoyib qiziqarli ishlar yuz berdi da. Qanadaysiz? 2 kun oldida bizning bugungi shu yangilik kechiligimiz uchun rejissor bilan birlikda numur tanlagan edik. 2 kishi numur berma deb kirib ketdi. Ularning shu ba'zi kulkilik ishlari, ahmoqona qiliqlari rejissorni sarang'ib qo'yildi dedi. Shundoqmi, nima ish bo'ldi deb bering ha? Bu ishlarni men deb bilsam yaxshi bo'ladi, lekin eng yaxshisi biz rejissorni sahnamizga taklif qilaylik. Rejissorning o'zining og'zidan bir anglab boqaylik. Ma'qullamsa, birlikda anglaylik. Qani rejissor sahnamizga marhamat. Senin cinin ay yerey mening jonim. Çayxanın paranları diyenmiş ama. Müşa, sizler kim o? Biz. Bu şu sizlerden programıga o şu numur birimiz dep kelgen yürgün utuva, yürgün aş ot, lap ot, yalgımcap tuğan ballı biz. Vay adamın yüzünü şemeye bir çolpalla digin hey. Çolpan okşayımız maşında değil. Sizler çolpan buluşun kelgen mi? He? O şu karsak kıran, hemmeden çolpan bu gitti ha. Şunun kıra bizim bir çolpan bu koyul dep, Valak çolpan bu kessek dep keldik, boptu mu? Ya makaranglar. Sizler ma çayxana paranglarga qatnashqili keldinglarmi yoki ma yengillik san'at kechiligimi? Va qaysi bo'ls bo'lardi, o'xshash bizga. Ya birodar, biz ma kelar oygacha program suratga olmaymiz-ku. Bizning hozir ma jiddiy repetitsiya qilayotganimiz bu yillik yengillik san'at kechiligidaymi? Hep belli. Bizni baba qilan açlığın kirgizib turasınız. Biz açlığı bek tushimiz. Ut chiqiribdimiz deymi? Ağzınız açsınızlı otdan başqa gap chiqmaydi ekan sizni. Taxallusim ot bo'lgan ekan. Hey, Manda qarsam bu talantingni bada qitirdi ishqinglarniki. Lekin bag'o biz hozir ma kechilik uchun tayyorlanib bo'ldik. Sizlar keyingi qitim bo'lsin. Bulamda keyingi qitim? Size ma bizni ustibeshimizga qolib, toza yaratmabsiz a? Biz degan bag'o qirang. Men siz deb qo'yay. Ut balli juma men deb qo'yay sizga. Anladingizmi? Va biz bag'o mushu programmaga qatnashimiz deb
ağıç naqsha, ağıç yumurta yerlab kelganmiz. Agar siz bizning ma talantimizni ko'may turib, mushundal yo'lga sap qo'ysangiz, 4 kundan keyin pushaymon qilib qolasizki, rejissor apandim. Abi rejissor danga. Ha, ashundami deb turli. Andan shu boshlamdi. Ya nimada g'araz tushunmaysizlar. Men bayatini yag'in rejissor apandim. Bizlarga qarang. Ay naqsh paqsha. Usul pusul. Itot degan o'ttirib o'tadigan ballıcıma men deb qo'yay. Shu. Biz shu naqsh deganni tug'ilgan yeriga kirgizib o'tamiz. Men Musahaning ichida yurib bu naqsh muzikaning tug'ilgan yerini o'qimay yuribdim. Sizlar haqiqatan yomon kansizlar juma. Voy, yomonligimizni texi bilmadingiz. Manda gap qarang. Men shu yezdiva. Ash bizning malda ovozimni qo'yib o'tib, naqsh deganni shu bir to'g'laydigan bo'lsam, etizda ishlayotgan jimi dehonlar patman deganni tashlab bo'ldi. Ikki qo'li bilan quloq deganni chingdi etib oladi deyman. Hatto beshikda malak uxlayotgan buvoqlar jinda mening men naqshamdan qattiq ta'sirinib ketib, yig'i deganni bulshig'i soladi. Manda peyzimiz va balajma bizning. Boş emas. Memin boş emas. Memin bağa qarang. O kuni kechda shu maliga chiqib ovozimni qo'yib bir naqsh to'lab ketganman. Yürek uxlayotgan qo'g'lab ketmasmi? Oran qechib ulgadim qarang. Siz o'ylab bakmang rejissor apandim. Shu oyvonga mening naqsham yaramagan bo'lsa, shu meni qo'g'lab yuramdi. Manda gap qarang. Shu bizning mahallada mening naqshamdan qattiq ta'sirini ketib, bardoshlik berolmay, mahalldan ko'chib ketganlarni qiynayapman. Menmi ashuni tayyorlik qilib ko'chib ketganlar. Voy, bo'ldi qilaver. Oltinli kansizlar juma aşkınlar. Mana qarab bilib oldingiz a? Eyliqi oltin yotidi aptapda tonimisan nima qaring? Ashlanibdi ya. Qaldan suldan vatvergin chiqirdi ekansiz. Eshitdim adam. Har yotidi sayda tonimisa nima foyda degan debsizlar. Qara yomonligini. Nima deydi ekan deb chaqchaq qilib bunday deb qo'ysam bilib olib yomon odam ekan bu juma. Demak, sizlar men programmaga qatnashqili kelibsizlar, ha? Nima desam bo'la, qarang. Sizlarni biz qizg'in qarshi iliqliq qarshi olamiz, lekin kechikib qolibsizlar emasmi? Birdam qarshi olamiz deysizlar, birdam kechikib qolibsizlar deysizlar. Nimadan tushuniksiz gapli bu? Ojo, tushunmasanglar qanday qilsam tushunasizlar ekan, tang. Shu tushunishli qilish uchun ebiyamqi gaplaringizga ohang ishlab, duttavli bir aytib qolmisiz ya. Çakçakmı bu? Çakçak, mendeva çakmak, gakılına akmak. Hep amal yo'qlikan qo'shqinlar. Va bizga yo'q amal, qilimiz qamal, chiqudush amal, yurtimiz opal, o'zimiz opal. Ko'zimni yo'qol. Voy! Naga? Yo'q, ishnaga men shu sizlarni do'rab deb qapiya o'ynab qo'ydim-ku. Qapiya o'ynab qo'ydim, uni buni o'ylab qo'ydim, shatdek sayrab qo'ydim, bulbuldek yayrab qo'ydim, men sizga talab qo'ydim, gapingizga ha deb qo'ydim, qo'ydek ma'rab qo'ydim. Voy, men to'ydim. Jaq to'ydim, men tugamas qapiyalarga. Keyin ko'rishamdi. To'xtanga. Siz bizni yak 5 qilib gaga o'xshaydi deb qapsiz. Bizim bag'o, men shahar kirish uchun aptap demay shogun ishlab, atapqan pulga shahar atlab, sizning programma nomer bagini keldik. Ayşının o'zini o'sim qilmamsiz. Qanday dedim aka? Shuni deyman, hech bo'lmasa bizning bunda bir ish kishingiz naqshimizni bir anglab biqib, uningdan keyin gap bo'z qilmamsiz deyman. Shahar atlab keldik dedinglar. Ha, bo'pti. Esinglar aytinglar, ismini nima denglar oldidan? Ma ag'inamning ismi Haki Qapiya. Mening ismim Mahmud Qapiya. Mardikilning hammasi meni akiltib Mahmud o'tmi deb qo'yibdi. O'tishga men aytadigan naqshingizni ismini deyapman. Ojo, ne cepimde gipiniz zıkken. Ben okuyun, yüzünüz kuyuyorlar ismini. Naqşı deganda okumaymiz, etimiz cuma. Cep cidiliniz tutukken. Ben de bir ilhamımın kaçırmay. Başla depetme manda. He ma'qul, başla. Oy, sadlaymiz go. Pişkim teorik koygan tek. Qurutlikan go ama o. Başla bakamsiz. Başla bakayım mı? Başla bekme. Başlang. Başladı. Gülüm bağırdı oynamsız. Gülüm bağırdı oynamsız. Gülüm bağırdı oynamsız. Gülüm bağırdı oynamsız. Bal da vay bir gap şatutdak davrdiq odam kadar. Qani buning oxiri qani? Qani buning oxiri ras?
Çıp qalgan o'xshamamda. Boshqa naqsh bormi yo'qmi? Voy, naqshi deb qopsiz, yamini vajma mavada. Yaminini anglayli. Anglab baqamsiz? Ma'qul. Bir aytib baqay. Avliyo deb çağlaysan, adaş üzerine başkalarına sancıysan, neşte sözerine maktay desem azap diyen, vay bişim kaydı Vacan maktamay men zadıllah, işçim poşdu Vay İlger dostum Vay Hey ahır nemedek dostum te? Bilmem. Bo'ldi. Mushunchalik etsangiz bo'la. Naqshi bo'larmi, shundaq bo'la. Tekst bo'larmi, shundaq bo'la. Vay jiristır bo'la, sizdek bo'la. Mana bir anglapni bilib oldingiz-da. Ey. Bo'ldi. Siz bilan bir parcha rasmga tushganim. Lekin hozir emasmi, yili? Rahmat iltifotingiz. Ha, arzimaydi. To'xtang. Men hozir aytgan naqshingizni tekst kimning bilamsiz? Ömer Calimdan. Kimdan? Ömer Calimdan. Asossiz gapga menga, ey. Asosiyatni Ömer Calim aytgan. Men sababdan da'vatima, sababini deb yiqinasiz. Ömer Calimning linsini qo'yib turib, anglab o'rgangan. Shuning bilan tekst Ömer Calimning o'qib. Ha? Ömer Calim bu naqshni sizga aytganmi? Ha? Ey, nadi bu naqshida adash, beshim qaydi, voyjon deganda gaplar bor. Ba. Voy yo'q. Ba. Ey, yo'q dedim, yo'q. Ba dedim, ba. Apamma adashavama, uramnimmadimda. Ey, men qarang. Naqshining tekstini bor-ku. Ma bizning talantli, suyumli shoirimiz Muxtar Bug'ra akamiz yozgan tekst bor. O naqshini teksti siz aytgandek emas. Avliyo deb chaqlaysan do'stim o'zingni. Boshqalarga sanjiysan nashtar so'zingni. Maqtay desam azobdan dilim kuyidi, maqtamayman zodini tilim kuyidi. Mana bu aytgan naqshingiz to'g'ri tekstda. Ahangini kim ishlagan buni bilasiz? Ömer Calim ishlagan, Dutta bilan. Ya'ni shu bu naqshining ahangini bizning ma peshqadam kompoziterimiz Yosim Muqbil akamiz ishlagan. Şunu onu xalqancha buzib o'zgartirishga bo'lmaydi, bilib-bilinchimi, apandim. Hamda u yerlarni sizdan boshqadan bizni so'rab yurmagankin, bilsak o'xshash-ku. Ey. O'tni fulab qo'ygan, o'chab qotib men shura. O't ketdimi? Tazo o't ketdi. Ishxona mavi. Ey, bu qaraganda sizlar bir ayollarda bir naqsh yetib qoqqanda qilmaysizlar, sizlar. Voy, to'g'ligan. Qayerda to'g'ligan? Munchida. Qayerda? Munchida. Men sizni qayerda yunib qoqqan deb so'ramadim. Qayerda naqsh yetib qoqqan deb so'rayapman. Voy, sadiqan ketay, jirisur apandim. Men shu munchida dedim-ku. Yo'q, debsan adasha. Bu menda gap qarang. Ma yaqinda bizning mahallaga bir ommaviy muncha ichilgan-da. Shu yangi ichilgan muncha bo'lgandikan deb mening bir kirpaqim keldi. Uning ustiga shu muncha kilsam, naqsh aytilgan qo'yim bor-da, meniki. Shuning bilan kirib, ovozimni qo'yib, naqsh deganni bir aytibganman. Munchida mendan boshqa yunayotganlarning hammasi ishton-pishtonlarni ko'tarib, qacha-qashib ketdilar. Chataqiri, heliqi munchini ochgan munchkash. Shu ishdan keyin meni faqat munchaga kirgizmaydigan bo'lib oldi-ku tang. Mana buni nima deb tushunamiz? Ovozning sehriy kuchi deb tushunamiz mana. Qarang, nima bu? Gap qildingizmi? Yo'q, gap qilmadim. Sizlar shu hozirgi zamon bizning Uyg'ur adiblarimizda ne? Kimlarni bilasizlar? Men bilmayman. Adab davtamda. Ha. Sadir Palvon, Molla Zeydin, Seyit Nochi, Nasr Napandim, ondan yana. Qo'rqma, Isamkam edi o'taman. Ha, Isamkam. Isamkam shoirmi? Molla Zeydin, Seyit Nochilar shoirmi? Voy, mayaga bir naqshid qilib keldikmi desam, so'roq chiqib ketib qoldi. Voy, bir naq gap tikilay menda. Naq gap tikilaylar. Bir muhim narsani so'raysizlardan. Bu klassik naqshlarni bilamsizlar? Men bilmayman. Bu shu klassik naqsha degan gap qozoqcha naqsha degan. Ey, klassik naqsha degan emaslar, kona burunqi naqshlar degan gap. Masalan, bizning uzilmay davomli kelayotgan xalq naqshlarimiz uch klassik naqshlarga kirdi. Bay siz degan shu qozoq qarindoshlarimizni, boshqa har millat qarindoshlarning o'zining hozirgi va burunqi klassik naqshlari bo'ladi, tushundingizmi?
Unda bo'lsa, shu sizlarning Chayxon parangli programmasiga naqshidan boshqa yana yumor o'simi qabul qilmaymiz deb kelsizlar. Bir tal yumor so'zlab baqaymi? Yumor bormi-te? Bir daqiqani anglab baqayqana. O'sha bir kuni bir bola bir qizolga talab qo'yib qopti-da, to'y qilish taklifi. Qo'ygan ekan, shuning bilan u qizol ma'qul bo'libdi. Xo'sh. Ma'qullab u qizolning uydagilar unmabdi qarang. Unmagan ekan, shuning bilan bola debdi-ku qizolga, aynan bekroq deb baqma desa, qizol o'zini urib yig'lab shunda deb kelsimi, uydagilar qat'iy unmabdi. Balımı depke yana şunda deysimi qat'iy unmabdi. O'ylab baqma, Riso'r apandim. Unda olmasa qanday oldi deymi? Yaxshi kishi bir-birini yaxshi ko'radi-ku. Ata deganning biraqatimi balvoqning rayi beqib qo'ysa nima bo'ldi deymi? O'ylasam chiqim keldi. Oy. Ma yumurum açık qiziq emasmi nima? Voy, siz yumor deganmi aytmaysiz? Menchi bo'lsa qarang. Ma yumuringiz bek ichinishliqka. Mushu yumorga bir munglik sata muzikasi bo'lib ketgan bo'lsa, alamat chiqadi-da. Sen yumorga faqat bo'lmaysan ekansan. Men menikini anglab baqa. Men shu nayt qiziq shu. Qiyattal yumor ag'ach kelgan. Qiyat yumorning ichidan qiyatini deb orasidan birini tanlab oling-mi o'zingiz? To'xtang. Qiyat yumorni anglaydiganga mening vaqtim yo'q. Qiyat yumorning ichidan eng qiziq, eng qisqasini birini iladigan men shuni anglay. Eng qiziq, eng qisqa. Ma'qul. Eng qiziq, eng qisqa. Eng qiziq, eng qisqa. Ras. Non. Yaman qiziq yumordan bir so'z so'zlab kulib tilib qolasiz. Voy, bir kulmay demandi yumor deganni. Bir kuni bir non. Bu kulmay bir danga, biz kulimiz yumor deganga siz deysiz. Shu, siz kulamsiz. Kulma. Kuling juman da bo'lsa. Kulma danga qani. Bir kuni bir non qattiq qo'sig'i ichib ketib, o'zini yeyapti. Mushuni yumormi? Mushuni yumor deb ep keldingizmi? Ömrünüzde manda yumorni anglab baqmagan bo'lib aytdingiz yaxshi. Tayinliq. Ömrümde ben anglagan eng lavzu yumor kana ma. Qani buni jarayoni? Baya o'zingiz eng qiziq, eng qisqa dedingiz-ku. Bo'ldi. Yumor ne shu? Yumorchi desin, naqshini shu naqshchilar essincha bo'lamda. O'tib ketmadimi? Siz qanda ulab bu choyxona paranglarga bu qatnashni o'ylab qoldingmi hamda? Beka yigit cho'lpon bo'ldi deb shu. Yeng gapkan-ku. Sizning nazaringiz bo'lsa, bizning hozirgi cho'lponlarimiz qilgan ish yo'q. Bekorchilikda cho'lpon bo'lib olgan bo'ldi ekanda. Andami emas, qarang. Unda qarsam men yaqinni bir nada otam ko'magan, onam ko'magan nima bilmayman. Yiliq salon deydigan narsa, voy palonchining suratlari oshkorlanib ketdi. Pistonchining turmush suratlari degandeklarni chiqarib, majbur o'zini e'lon qilib cho'lpon bo'lib olib turibdi, qarang. Shular qarab biz bunda bir o'zimizni sinab baqil dedik. Shuning bilan shu salonlarga rasm bilan chiqarib qattiq nomingni chiqarsa sizlarning. Nomimiz chiqarsa, shu ko'chada mushundo mangdigan bo'lsa. Voy bizni ko'rgan boshqa odamni go'rdi kelib, voy bizning faxrlik cho'lpon, voy biz rasmga tushib ola deb, taras biz bilan rasmga tushib ketsa, imzo qo'yib ketsak. Shuning bilan bizmi shu Pomidor Lazaning e'lonlariga chiqib ketsak, rasmimizni yo'g'on qilib, Abduzilni keyinlik chaplab qo'ysa, mentimdir qarab turib ketsak. Ko'rgan tushinglar to'lim shiringa qaranglar. Lekin men sizlarga deb qo'yay. Bizning hozirgi cho'lponlarimiz bor-ku. Kam deganda 10 yil yoki bo'lmasa 20-30 yillik san'at hayotini mehnat qilish orqali bugungi bu shon sharaflarga erishgan. Unda oson ish yo'q, to'lama. Orti so'moq taskina. Men texi bayqidek naqshining tekstlarini shunda o'zgartib aytib qo'ysak, biraqli nomimiz chiqsa o'xshaydi deb o'ylayman. Biz buni buzg'unchilik deymiz, mana tushunuvdan bulamda qayrindishim, unda buzg'unchilik qilmaylik. Nim desak ular, bo'ldilar. Sizlarmi jafo tatib, shuncha uzoq musofirni besib kapsizlar. Har holda maqsadimni tushandi deb o'ylayman endi. Bunda qilaylik. Men sizlarga 2 tal bilet beray. Mava o'g'illik suratga ilinadigan yangi yillik san'at kechiligini o'z ko'zingizlar bilan ko'rib, cho'lpon degan zodi qanday bo'ldi bir bilib beqinglar bo'lamda. Og'zingizga bir kollek navat. Akilang qo'lingizni.
Bizmi japatat uzun yo'lni besib keldik dana. Endi biz o'zimiz cho'lpon bo'lamizsaqmi shu yangi yillik san'atchilikka qatnashgan cho'lponlarni ko'rib, ashlar bilan bir 2-3 bosh rasm tushib olsak, shumi hisob. Cho'lponlar bordimi kechilikda? Vallahi bek chiqdaymi? Endi erkakda kelib qildingiz-a, adam shiqdingizda. Ut chiqdi deganda. Ut chiqdi-da. Menga qilsa, jurama. Bilet Naq maydondagi tomoshabinlar ekran oldidagi qadrli ko'rinmanlar. Ushbu damlarda o'zingizlarda bo'layotgani Okean televiziyasi bilan Urumchi shahri Tianshan rayonlik yakka xususiy korxonchilar jamiyati birlashib ishlagan Xinjiang Safiya xalqaro savdo chekish shirkati alohida qo'llagan 2017-yillik Safiya Muborak yangi yil katta san'at kechiligi. Sarxil nomerlar davomli o'zingizlarda.
Şirin sıfat cana Seginish, hay, seginish. Nijot kimlarni seg'ingansiz hamda? Albatta, seg'indiganlarimiz ko'p, aslaydiganlarimiz ko'p, yod etadiganlarimiz ko'p. Bo'libmi, al qalbidan o'rin olgan, xalq hurmatlagan, ularni o'zining beshig'ab ko'targan qarindoshlarimizni seg'indi ekanmiz, aslaydi ekanmiz, topolmasak, nima ketgandi deb nido qiladi ekanmiz. Naytim to'g'ri aytdingiz. Boy men dal sahnaga chiqishning oldida qalbidagi ana shu hurmatga sazovor kishisini izlab, aslab nido qilayotgan bir kishini ko'rgan. Shundaqmi? Navbatda ana shu nidoni yog'dirg'ichini dal sahnamizga taklif qilsak, ana shu qalbidagi kishini mana shu sahnadan topolab qolsa ajab emas. Bo'ldi, qani hurmat elikida biz bu qarindishimizni sahnamizga taklif eta olaylik. Zodi kimni seg'inayotgandi anglab boqaylik. Qani, marhamat. Her daim livi tegme
sayraydı sayrigandek bosturgan sayrigandek bosturgan kuyuk tağlar tolaydı ey muhtar bay buğrabay ey muhtar bay buğrabay kuyuk tağlar tolaydı ey muhtar bay ey muhtar bay buğrabay kuyuk tağda nime var kuyup turgan için kalip kuyup turgan için kalip takka taşdek zılgan buğra degen beşer ey buğra degen beşer takka taşdek zılgan buğra degen beşer buğra degen beşer Başçı bulgan nevai nevaiga egeşken buğranın ev günahı buğranın ev günahı nevaiga egeşken buğranın ev günahı buğranın ev günahı Özünü paladım Şam eşrepmin çülge Şam eşrepmin çülge Kavlini tek yüzdi Bu şiirinin livi Ey bak senetli livige Bak senettin livge Muhtar buğra men buldi Üz üzüge ten buldi Üz üzüge ten buldi Hepni tunup ür bulup Yollerim o ken buldi Yollerim buldi Hakni tunup ör bulup Yollerim o ken buldi Yollerim o ken buldi Muhtar buğrav ne ketti İge bulmay tinige İge bulmay tinige Yuqorida hamda bizniki yosh naqshchimiz, talantliq san'atkorimiz Kamil o'zining chiroyli naqshini, shunaqna naqshiniki barliq kelish jarayonini aytib qarsam, Muxtar Bug'ra apandimni alayda aytib kelibdi. Muxtar Bug'ra apandimniki chiroyli tilaklarini, yangi yildagi ko'ngil so'zlarini anglab olgan bo'lsak. Assalomu alaykum qarindoshlar. Yangi yilinglarga, yangi yashinglarga qut bo'lsin. Har qanday odam o'zidagi axloq rengining yana bir julosi izlaydi. Shundoq.
bu hayotlik izlash jarayonidan iborat. Shunlashqa yangi yilda yana bir meni tepib olishingni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Hurmatli mehmonlar, bizning bugungi kechiligimizni, bizning bu xayrli yig'ilishimizni Okean televiziyasi bilan Urumchi shahri Tianshan rayonlik yoki xususiy korxonachilar jamiyati birlikda uyushtirdi. Albatta, mushunday yaxshi faoliyatimizning ro'yobga chiqishi uchun yana nurg'un korxonalar qo'lladi. Ularning orasida biz hurmat bilan tilga olganimiz Xinjiang Safiya xalqaro savdo cheklik shirkati. Endi Xinjiang Safiya xalqaro savdo cheklik shirkatining tilga olganimizda mana shuningdek yaxshi bir shirkatningki o'zininki qomatini, o'zininki iqtidorini va yoki o'zininki alayidliklarni yaxshi bir odamlar bilan namoyon qilayotganligidan biz intayin suyundik. O'z navbatida bugun mana shu shirkatdan obraz vakili bo'lib Nozgul Tursunjon xonimni alayida qadam tashrif qilibdi. Suyumlik hadamni ikki eg'iz so'zlab berishga taklif qilmoqchi edi. Assalomu alaykum. Bugungi bazmimizning xolis mehmonlari hammanglarga Nozgul Tursunjondan o'tliq salom, oliy ehtiromlar. Va alaykum assalom. Safiya albatta ishonch va sifat bilan bugungi kunga qadam qo'ydi. Albatta ishilman, yana shu ishonch va sifat ham mana bu yerda o'tirgan gul chiroy bir-biridan qilishmaydigan mushundaq go'zallarimiz bilan albatta subatliq yigitlarimiz bilan birlikda qo'l tutishib hamkorligi bilan keyingi yilimizda texmi ko'rkam sahnalarda hozir bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Nozgulada. Uningdan boshqa yana Safiya xalqaro savdo cheklik shirkatining yana bir obraz elchisi bo'lgan Farizat G'eni xonimmi o'zininki yo'ldoshi bilan aytdi, xush tabassum bilan o'tiribdi. Sizni qarshi olamiz Farizat xonim. Bugun bizniki mana shuningdek shodimon so'rinimiz har soha har kasbdagi ushqub ilgirlayotgan qarindoshlarimiz bilan, to'yib qo'shayotgan ustozlarimiz bilan o'zining qimmatini, o'zining rolini, o'zining afzalligini yoritib turibdi. Mala baha vermesin her kim
Xo'sh, Sehra. Mamukdek appak yig'iyotgan qarlar bizning derizimizni chekib, keng koinotni oq libosga o'rayotgan mana shunday romantik kunlar bizga bir chaqlarda, keng dallarda qar saylis qilib, sevgi sehrlarini pichirlashayotgan ana shu damlarni eslatadi. To'g'ri aytdingiz Maynur. Bugungi kunda ana shu shirin asmalardan xushallik ham tasalli istaydigan bo'ldik. Yazda yağan yağmur mu kar mı? Kar astıda kalgan bahar bu. Yazda yağan yağmur mu kar mı? Kar astıda kalgan bahar mı? Sensiz dünya şunçalık dar mı? Armanlarga toldu yürek. Sensiz dünya şunçalık dar mı? Armanlarga toldu yüreğim. Bu dünyada vapa mı var mı? Armanlarga toldu yürek. Bu dünyada vapa mı var mı? Armanlarga toldu yüreğim. Bu yurtlardan
Naq maydondagi tomoshabinlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar shu topda diqqatingizda bo'layotgani Okean televiziyasi bilan Urum shahri Tianshan rayonlik yakka xususiy korxonchilar jamiyati birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi yangi yillik san'at kechiligi. Biz yuqorida aytib o'tdik, bizning bu qitimqa kechiligimizni Xinjiang Safiya xalqaro savdo cheklanish shirkati alayida qo'llagan. Bizning bu qitimqa kechiligimizga nurg'ulg'an yo'lboshlar, otamonlar, shunaqla korxonchilikda natija qozongan qarindoshlarimiz alayida qadam tashrif qildi. Shunday qaraydigan bo'lsam, bizningki diyorimizdagi har qaysi korxonalarniki o'z orbitasidan chiqib ketmay ravon ravishda taraqqiy qilish uchun o'ziniki kuchini, maslahatini berayotgan bizniki korxona maslahatchisi deb atilib kelayotgan hurmatli ustozimiz To'xticho'ng apandim alayida qadam tashrif qilibdi. Assalomu alaykum To'xticho'ng apandim. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. So'rin ahli. Hammanglarning yangi yiliga muborak bo'lsin. Va alaykum assalom, rahmat. Bugün Okean televiziyasining bu yangi yillik kechiligiga qatnashib, shundoq iftixorlandim. Shundoq. Bu qitim partiya hukumatining rahbarligi va har qaysi korxonchilarning qo'llab-quvvatlashi bilan mana shundoq cho'ng tipdagi faoliyatni o'rinlashtiribdi. Okean televiziyasining bu yillik yangi yillik faoliyatiga muborak bo'lsin va buningdan keyinmi mana shundoq qutlug' ma'rakalarni o'rinlashtirishiga chin ko'nglimdan tilakdoshman. Ko'pchilik rahmat. Rahmat aka, salomat bo'ling. Vaqt munosabati bilan sizni jiq gap tutmay, aslida qanday qilgan chaqda 2017-yilda texmi ko'p pul topqili bo'ldi degan savolni bek so'rag'im bordi. Undoq bo'lsa-da bu maslahatni bizningki Okean televiziyasiningki Ipak yo'ldagi korxonchilar muvaffaqiyat programmasida yana davomli ekran yuzi orqali qarindoshlarimizga yetkazib berishingizni umid qilamiz. Ham shunday qilganligingizga ishonamiz. Qarindoshlarimizning Okean televiziyasining barliq programmalarini dal vaqtida qo'ymay ko'rish orqali o'zining ma'naviy dunyosini texmi beyitishini, shundaqla o'zini tashviq qilishni xohlaydigan korxonchilarimizning mana bu programmaga aktivlik bilan ovoz qo'shishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Barliq korxonchilarimizni, barliq ko'rmanlarimizni televiziya programmalarimiz orqali yuragimizdan qizg'in qarshi olamiz. Bizningki bugungi mana shu yig'ilishimizningki sohibxoni bo'lgan qarindoshlarimizdan, ya'ni bizni alayda qo'lgan qarindoshlarimizdan Xinjiang Safiya xalqaro savdo cheklanish shirkatininki vakili bo'lgan Aminada nihoyatda chiroyli libos bilan yasinib, chiroyli tabassumda o'ltiribsiz. Sizni birinchi rat ko'rib xush olduk. Amaliyotda ayol korxonchilarimizni, ayol igilik tiklagan do'stlarimizni ko'rsak, ularga hurmat bildiramiz, ularni ayaymiz, shundaqla ularni qo'llaymiz. Sizningki yangi yillik tilaklaringizni bir anglab baqqan bo'lsak. Assalomu alaykum. Qishning qayerdan sovuqlari qaramay bugünkidek 2017-yillik Safiya Muborak yangi yillik san'at kechiligimizga qadam tashrif qilgan barliq mehmonlarga chin dilimda rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Biz iste'molchilarimizning kuch qo'llashi, partiya xalqning yaxshi rahbarligi asosida vakolatchilarimizning bizga bir niyat, bir maqsadda hamdam bo'lishining asosida bugunkidek Safiya shirkatimizning 3-yillik yangi yillik san'at kechiligini o'tkazib o'tiribmiz. Xo'sh. Mushu iste'molchilarimizning kuchli qo'llash bo'lgan ahvol ostida biz yana 4-chi, 5-chi ham 6-chi yillik san'at kechiliklarini birlikda o'tkazishni chin dilimizdan umid qilaman. Ham shundaqla barliq mehmonlarning vaqtini chiqarib mush kechilik qadam tashrif qilganiga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Biz 2016-yilda barliq g'am qayg'ularni unutib, yaxshi bo'lgan bir yillarni boshlab, bu yilni o'zib o'tiribmiz. 2017-yilda barliq do'stlarimga mening demoqchi bo'lganim, mushu 2017-yilni eng yaxshi natijalar bilan, eng yaxshi xo'shal kayfiyat bilan, eng yaxshi o'zining utuq natijalari bilan, o'zining yuksak nishon orzulari bilan ko'zlagan orzu armonlarga tang bir niyat, bir maqsadda o'rtaq nishon uchun o'zimizningki kelgusi parlaq qadamlarimiz uchun o'rtaq yetishimizni umid qilaman. Bundan ortiq chiroyli tilaklar bo'lmaydi. 2017-yilda sizga va bizga jumladan naq maydonda bizningki Safiya 2017-yillik muborak yangi yil san'at kechiligiga ishtirok qilayotgan barliq Gulchiroy xonimlarga, bardam apandimlarga yarashib kelsin. Tilaklaringizga rahmat. Ya'ni marhamat. Chiroyli guldastlar bilan sizni uzatib qo'yaylar. Rahmat.
yala aliven yala yaman yala ikki qarab can ala ala gül yala aliven yala yaman yala ikki qarab can ala ala gül yala aliven yala yaman yala ikki qarab can ala ala gül yala Həməyləngə ayan ki, sənətkar xalqның tərbiyəçisi, dəvr vicdanının qaynaq buluqi, insani təfəkkürünün müqəddəs toğutusu, tarixinin ilhamçısı, bizə royu ozuq ata qılıb keliyotgan şu sənətkar qarindaşlarımızga biz hər vaqt yürkimizdən minnətdarlığımızı bildirimiz, ularga texmi katta, utuq, nusrat, nəticələrini tilaymiz. Mana şu sözlərimizdən dəlili sübtida bizdən yana bir qimmatlik mehmanimiz bolğan, şundaqla sənətkarlarımız qatarida nəhayət hörmət bilan tilga ilinib kelayotgan bizning ataqlıq yosh naqshchimiz ma'rifparvar san'atkor Mo'minjon Abdukim apandimni sahnimizga taklif etamiz. Qani, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli azizlarimiz, yaxshi niyatli kishilarimiz, qo'llag'uvchilarimiz, hammalarniki yangi yilga muborak bo'lsin. San'atimiz uchun izchil töhfa qo'shayotgan Okean televiziyasi va shundaqla bir qancha yillardan beri yangi yil uchun harmay o'zininki qo'llashini aymayotgan Safiya shirkatiga utuqlar bo'lsin, tijorat davomli ro'naq topqay, yangi yilda yangi manzillarga, yangi utuqlarga, yangi mo'l husullarga erishgay deb tilaymiz. Tövendeki lirik kuyimiz har qaysi aziz do'stlarimiz uchun. Qani, marhamat. Kara gözleri sürme, menden yüzünü örme. Mehirlik nazarın salgın, kalbimden dertlerim algın. Kara gözleri sürme, menden yüzünü örme. Mehirlik nazarın salgın, kalbimden dertlerim algın. Gözleri canlı adaku, sözleri şirin aku. Kaldın kılıp sonunda, aşkımda tutkunumda. Gözleri canlı adaku, sözleri şirin aku. Kaldın kılıp sonunda, aşkımda tutkunumda. Hayatım cefa sensiz, yetmeydi hava sensiz. Yenimde bulay değmem, aşkında öley değmem. Hayatım cefa sensiz, yetmeydi hava sensiz. Yenimde bulay değmem, aşkında öley değmem. Gözleri canlı adaku, sözleri şirin aku. Kaldım hep sonunda, aşkımda tutkunumda. Gözleri canlı adaku, sözleri şirin aku. Kaldım hep sonunda, aşkımda tutkunumda. Nigahımda yandırgın, visalımda kandırgın. Cigaylığın sen tensiz, tüllerim kara sensiz. Gözleri cellat aku, sözleri şirin aku. Kaldım bu hep sonunda, aşkımda tutkunumda. Gözleri cellat aku, sözleri şirin aku. Kaldım bu hep sonunda, aşkımda tutkunumda. Gözleri cellat aku, sözleri şirin aku. Kaldım bu hep sonunda,
Gülbek 9 kız, 30 er buldu. Şatlığı toynayan su samadur. Oynap yaşqalla çılık ter buldu. Şatlığı toynayan su samadur. Oynap yaşqalla çılık ter buldu. Toy buldu, toy buldu. Bugün yana toy buldu. Toy buldu, toy buldu. Bugün yana toy buldu. Toyga soygını, qo'shqor toy buldu. Toyga soygını, qo'shqor toy buldu. Muşu fursatda kechilikimizni alayda qo'llagan Xinjiang Safiya Xalqaro savdo chekish shirkatiga alayda rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Undan boshqa kechiligimizning ro'yobga chiqishi uchun yaqindan yordamda bo'lgan Urumchi Ostona mehmonxonasi, Xiyol Xalqaro savdo chekish shirkati, Xinjiang Efrat Xalqaro savdo chekish shirkati, Arka to'y mulozimat markazi, Faxrim Xalqaro savdo chekish shirkati, Million gul gulchiligi ve onundan başka kechilikimizning obraz loyihalash xizmatiga mas'ul bo'lgan Roziman to'y girim to'y suratchiligiga ve Jula Baxrinsa ziyofat zaliga alayda rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Güzellerning siri, Atirgul Javhari. Seningdan aylansin go'zallik. Safiya kechilik yuz malhami. Güzellik uchun yo'l boshlag'uchisan. Nurani yuzlarning asrag'uchisisan. Her qandaq teriga mos keladigan Safiya aloe yelimi terini chingitib, don xo'rakni unumli tizginlaydi. Safiya yurishliklari. Safiya. Turpan dunyoga donliq bir makon. Turpanda yana bir makon bor. U bo'lsa Turpan makon savdo shaharchisi. Harakat darkatni topadi. Sayohat qilgach tabobat qiling. Kelgusi uchun mablag' selish kerak. Dal joyga selingan mablag' sizni o'ylamagan manfaatlarga erishtirdi. Sayohat bilan tabobat birlashganda haqiqiy nafga erisha olasiz. Do'kon demak, kon demak, barakat ko'p do'konda. Mablag' seling, boy bo'ling, Turpandagi makonda. Chekrimdagi go'zallik, qalbimdagi mamnunlik mening ishonchimni kuchaytirdi. Safiya aloe yelimi teri to'shikchilarini kichiklatib, donxo'rak chiqishni tizginlaydi. Terini chingitib, yashartdi. Safiya Atirgul Javhari uyqu malhami suv va oziqlik bilan to'liqlab, daqsabgun tushishining oldini oladi. O'simlik tarkibli go'zallashtirish yurishlik meyi, teri asrash va go'zallashtirishdagi aktiv qolishi. Safiya go'zallik uchun
qanda tamoqlarim o'xshabdimi? Voy, bek o'xshabdi. Elinglar. Bek o'xshabdi. Ay xosiyat, yaqinning yaqinning aytgan tamaqim bizning uyda kerak. Faqat tegmadi. Qanday qilsam bo'lar? Bizning uydami shu? Bizning uydami shu? Hammalarning uyida-chi, menkam. Bizning uyda men bo'lsam-da bo'ldi, siz nima ekan bo'lsiz? Sizlar menkamning nimaligini bilmaysizlar. Shu aytgan tamqonlar o'xshamaydi. Nimani? Aytgan tamqonlarda menkam yurishli xurishlari kam bo'lmasin. Menkam yurishli xurishlari. Voy Molla Zaydin, buncha aldirash nega mangdi? Dinlarimni ağlamadı. Kim oldu bu dinlarim degan? Ben maysemni alma. Dinlarimni mi alma? Lekin özlerini almaymanchimi? Almahan dinlarim degan bu vaqtin bu oygacha, erdan ayolgacha hammasiga mos keladigan dinlarim oqsil tolqini. Hey, ashundoq yaxshi narsa bo'lsa, men xonachilirimni unutib qolmag'aylar. Yo'qsin, dinlarim oqsil tolqinini almag'anlar emas, hammalarga tavsiya qilaman. Güller hüsn talaşkan, gül yaşlıqның pəslide, Güzellikning qasrini bizga aşqan roziman. Qo'sh yurakning beg'ida, chichaklisi muhabbat, Səhərdiki çolpandek kulib baqqan roziman. Gül hayatqı söygüge, köngül qanğan barmikin, Shad baxtiyor kunlarga, baxt topgan roziman. Roziman to'ygirim to'y suratchiligi. Men hayotimni tag'dan qaytgan aks sadoga o'xshatdim. Hayotga, turmushga samimiyat, mehr, muhabbat va mas'uliyatchilik bilan muomala qilgan edim. Erishganim, baxsh etganimdan ko'p bo'ldi. 2017-yilga orzu umidlar bilan tikilgan edim. 2017-yilmi menga kengri quchoq ochdi. Men 1 yillik Molla Zulumdan shodlanib, 2017-yilga yangi planimni, yangi nishonimni sundim. Albatta bu yangi yil menga texmi zo'r ishonch ato qildi. Men shundaq bir kishning turkisida yelkamga ulug'vor nishonlarimni yudib, umidvorlik bilan 2017-yilga atlandim. Men oppoq qor ustida g'ich-g'ich tasab ketyapman. Mana bu 2017-yilning menga sungan yiqimliq muzikasi. Men bu yiqimliq melodiyaning rasmini. Cümleden hammaylan 2017-yilga go'zal arzu maqsadlar bilan umidlik ko'zlarimiz bilan tikilyapmiz. Arzuyimiz, tilakimiz 2017-yilda dunyo yaxshiliklari, barcha xayrli ishlar hammaylarga birlikda yor bo'lsin. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmalar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, Okean televiziyasi bilan Urumchi shahri Tiansharayliq yakka xususiy korxonchilar jamiyati birlashib uyushtirgan Xinjiang Safiya xalqaro savdo chekish shirkati alohida qo'llagan Safiya 2017-yillik muborak yangi yil san'at kechiligi mushada oxirlashdi. Oxirida barcha qarindoshlarimizning ishlariga utuq, turmushi xotirjamlik, oilasiga xushallik tilaymiz. Qarindoshlar, yangi yilingizga muborak bo'lsin. Omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Dek 9 kız, 30 er buldu. Şatlığı toynayan susamadur. Oynap yaşqalla çılık ter buldu. Şatlığı toynayan susamadur. Oynap yaşqalla çılık ter buldu. Toy buldu, bugün